Hey yo, barchaga salom do'stlar. Men bugun sizlar bilan Storm Kids. Bugungi videomizda biz oddiygina vijivaniya qilamiz. Yeyib ichishga oldingizga biror narsalar olib kelib oling. Endi biz videoni boshladik. Endi do'stlar, birinchi daraxt chekishdan boshlaymiz. Ikkinchisiga qishloqqa o'xshagan joylar qilamiz. Ana kirka yasaymiz. Mana bu yerdan borib tosh olib kelamiz. Do'stlar, chatga yozib qo'ying, ovozim past emasmi yoki o'yinni ovozi past emasmi aytib qo'yarsiz. Yetadi. Tosh, kirka va toshli bolta yetadi bizga. Yashtakni olamiz. Shu tarafga qarab ketaveramiz do'stlar. Qishloqqa o'xshagan biron joy chiqib qolsa, yurgan yo'limizda evara ovqat ham to'plab ketamiz. Tezroq. Qishloq topish kerak. Qishlog'i izlayman. Do'stlar, hozir men daraxt chopib olaman. Bitta qolib ketdi. Qo'ydan chopamiz do'stlar. Va to'g'ri do'stlar, menimcha oldin temir aslahali bo'lib chiqamiz. Temir yo'qmi? Yo'q. Mayli. Mana temir. Ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Oltita. Ko'mir yo'qmi shu atrofda? Sklit. Do'stlar, sizga nima o'ttirmaydi? Yaxshi ko'rinmaydigan bo'lishi mumkin. Hozir chiqaman. Pechka yasab, daraxtni eritib, ko'mir yasab, qaytib kelaman bog'orga. Oddiygina nima qilib qo'ya, ko'rib turaman. Va yasab do'stlar, narsalarimni pishirib olay. Birinchisiga daraxtdan ko'mir olsa bo'ladi, kim bilmasin. Do'stlar, bu videoga bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'ying, iltimos. Bu mening birinchi videoyim.
Shuning uchun YouTube'ga qo'yadigan ikkinchi videoyim Minecraft bo'yicha qo'yadigan birinchi video. Kim kecha Barsa bilan aloqaga o'ynagan nimani televizorda kim ko'rdi? YouTube'dami? Kim ko'rgan bo'lsa bitta bu videoga like bosib qo'ysin, shundan bilib olaman. Ko'rmaganlar komment yozib qo'yishsin. Bitaran to'rtta. Voy. Ana. Bu ham ikkita pishib olsin. Bitta. Ana. Kechqurun bo'lyapti do'stlar. Ovqatimizni ham pishirib olaylik. Yoniga 5 tak. Bugun mana shu yerda do'stlar tunab qolamiz. Bu bizning birinchi kunimiz. Ana do'stlar. Bitta qoldi. Shuni ham olaman. Kravatim shetda turadi. Pechkani qo'ldasin. Kim bilmasin, pechkani qo'ldasin narsa tushadi. Endi esa katta boyaga og'irga kirib ketamiz. Mana shu yerdamidi? Mana. Temir ancha bor ekan. Ana. Do'stlar, bu g'ordan tezda temir aslahali bo'lib chiqib ketamiz menimcha. Qorin ochqapti-ku. Ana. O'rgimchak. Temir. Tez temirlarni olib bu g'ordan chiqib ketishimiz kerak do'stlar. Nimaga buncha shoshilyapsan desalaring? Prosta. Men do'stlar sizlardan qilmoqchiman. Men biroq video ko'rishga harakat qilaman do'stlar. Shunday bo'lsa, like va podpiska bosib qo'ysalaring, yangi videolar chiqsa, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Do'stlar, u tarafga qarab ketamiz. Temir. Kala olamiz. Do'stlar, men bu videoni uncha cho'zmayman. Shuning uchun hozir temir aslahali bo'lsak, video tugaydi.
mana shu hafta harakat qilib ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Shunda sizlarga ham, menga ham yaxshi bo'lardi. Mana 3 ga bo'lamiz. Unga buni qo'yib turib. Mana ajratib olamiz. Buni qo'yib yana ajratib olamiz. Buni qo'yib yana ajratib olamiz va bo'ldi. Ana. Kimga agar yoqqan bo'lsa bu video, bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar, iltimos qilib qolaman. Shu kanikulgacha men 100 ta bo'lmoqchiman do'stlar. Shuning uchun like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Endi narsalarimni yasab olaman. Birinchisi broniya, ikkinchisi oyoq kiyim, 3 ikkinchisi shim. Ondan keyingisi bosh kiyimmi do'stlar, 5 ta edi. 3 ta bilan yasab olmoqchi bo'lyapman. Adashib ketdim. Va bosh kiyim. Bizda to'liq temir aslaha bo'ldi. Endi tosh bolta va shularni temirli qilib olsam bo'ldi. Pishmay qolgan ekan do'stlar. Buni qo'yib bittagina taxtacha va bundan birinchi tosh bolta, ikkinchisiga tosh kirka, bitta olib ketdi, bittaga esa hech narsa. Mana do'stlar, shu joyda videoni tugatamiz. Bu videoning ikkinchi qismini ko'ringlar. Like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar, iltimos.